Assalomu alaykum. Men Jizzax davlat pedagogika universiteti pedagogika psixologiya fakulteti maxsus pedagogika logopediya yo'nalishi 3-kurs 519-22 guruh talabasi O'ktam Zo'rman. Bugungi mavzuyimiz ko'zi ojiz bo'lgan bolalarni pedagogik psixologik o'rganish. Rejalarimiz bilan tanishib olamiz. Birinchi reja ko'zi ojiz bo'lgan bola haqida tushuncha. Ikkinchi reja ko'zi ojizlikning kelib chiqish sabablari. Uchinchi reja ko'zi ojiz bo'lgan bolalarni pedagogik psixologik o'rganish. Ko'rishda nuqson bo'lgan bolalar. Avvalo biz ko'rishda nuqson bo'lgan bolalar kim ekanligi haqida bilib olamiz. Ko'rishda nuqson bo'lgan bolalar bu tug'ma yoki orttirilgan sabablar natijasida ko'rish qobiliyatini yo'qotgan yoki normal darajada rivojlanmagan, ko'rish funksiyasida sezilarli cheklovlari bo'lgan bolalardir. Ko'rish o'tkirligi. Demak, ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar kelib chiqish sababiga ko'ra tug'ma hamda orttirilgan bo'ladi. Tug'ma holati barchamizga ma'lumki, irsiy avloddan avlodga o'tib keladi. Orttirilma holati esa ko'proq o'sha kundalik hayotda kelib chiqadi. Ko'rish o'tkirligiga ko'ra ko'rishda nuqson bo'lgan bolalar yoki shaxslar 3 guruhga bo'linadi. Total ko'rlar, zaif ko'ruvchilar hamda kech kar bo'lganlar. Demak, ko'rlar yoki total ko'rlar hech qanday yorug'likni sezmaydigan 0.0 turgacha kiradi, ya'ni ozgina yorug'likni sezuvchi, shuningdek qisman ko'rlar yoki parsial ko'rlar yorug'lik va qorong'ilikni farqlovchi. Shaklni farqlovchilarning ko'rish o'tkirligi 0.05 dan 0.04 gacha farqlanadi. Ko'rish maydonining to'rayishi ham ko'rlik yoki zaif ko'rishga olib kelishi mumkin. Ko'rish nuqsoni mavjud bo'lgan bolalarni, shaxslarni o'sha ko'rishni nuqsoni qachon yuz berganligini hisobga olib 2 guruhga bo'lishimiz mumkin. Birinchi guruh ko'r tug'ilganlar va 3 yoshgacha turli salbiy taassurotlar natijasida ko'zi ko'r va zaif ko'ruvchilar bo'lib qolganlardir. Ikkinchi guruhga 3 yoshdan keyin ko'rish nuqsonini orttirganlar. Ko'rish nuqsonli shaxslarni bunday guruhlarga bo'lishdagi asosiy mezon ularda ko'zning sog'lomligi dardi. Agar shunday davr bo'lgan bo'lsa, bola qanchalik hayot tajribasi, ko'ruv tasavvurlari to'planganligi e'tiborga olinadi. Ya'ni agar tug'ma total ko'r bo'lsa, ularda bilish faoliyatlari, tasavvur, tafakkur jarayonlari yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Agarda 3 yoshgacha bo'lgan davrdan keyin ko'rishda nuqsoni paydo bo'lgan bo'lsa, u bolada bilish faoliyatlari ancha yaxshi rivojlangan, atrof muhitda ancha narsalarni bilib olgan bo'ladi hamda unda tafakkur, tasavvur operatsiyalari rivojlangan hisoblanadi. Shu bilan total ko'rlar, ya'ni tug'ma hamda orttirilgan nuqsonlar farqlanadi. Ilmiy tadqiqot metodlari tadqiqotchining o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalarga qarab quyidagi turlarga bo'linadi. Ya'ni ko'rishda nuqson bo'lgan bolalarni aniqlash, ularning turlarini aniqlab olish uchun biz bir necha metodlardan foydalanamiz. Demak, ularni turga bo'lib olamiz. Birinchisi eksperimental metodlarga kuzatuv, so'rov, ya'ni anketa, suhbat, o'quvchining faoliyat mahsulotlarini tahlil qilish kiradi. Demak, kuzatuv metodi ma'lum bir reja tizim asosida o'tkazilib, tadqiqotchidan kuzatilayotgan ruhiy jarayonga, hodisaga odilona, obyektiv yondashish talab qilinadi. Tadqiqotchi o'zi istagan narsani ko'rmasligi, balki haqiqiy ma'lumotlarni, xatti-harakatlarni qayd qilishi zarur. Barcha nuqsonlarni biz aniqlab olishda birinchi o'rinda kuzatuv metodidan foydalanamiz. Ya'ni bolalarni erkin holatda kuzatishda ularning xatti-harakatlari, bilish faoliyatlarini bilib olishimiz mumkin hisoblanadi. Keyingi metod bu so'rov, anketa metodi. So'rovdagi savollar ochiq va yopiq shaklda berilishi mumkin. Ochiq savollarga o'sha o'quvchining o'z istagicha berilishi mumkin. Yopiq shakldagi so'rovlarda o'sha javob tayyor holda ha, yo'q, ba'zan, bilmayman va boshqalar berilgan bo'ladi. Keyingisi bu suhbat metodi. Bu metod tekshiruvchi uchun eng qulay usul bo'lishi bilan birga undan katta mohirlik ham talab qiladi. Ya'ni o'sha bolaning ichki xususiyatlari, bilish faoliyati, psixik holatini bilib olish uchun ko'proq suhbat metodidan foydalaniladi. Suhbat oldindan tuzilgan savollar yordamida o'tkaziladi. Bolalarning xarakter xususiyatlari, xulq-atvor va uning
motivlari, atrofdagilarga va o'ziga munosabati, bahosi va boshqa juda ko'p ma'lumotlar bilan birga tarjimai holga oid ma'lumotlarni ham to'plashi mumkin bo'ladi. Keyingi metodimiz bolalarni faoliyat mahsulotlarini tahliliga bag'ishlangan. Rasmlar, har xil mahsulotlardan plastilin, loy, boshqalardan yasalgan narsalar. Bolalar yasagan o'yinchoqlari, eng muhimi o'quvchilarning har xil fanlardan yozgan yozma ishlari, nazorat ishlarining tahlili kiradi. Noeksperimental metodlar bilan ko'r va zaif ko'ruvchilar orasida ilmiy tadqiqot ishlarini o'tkazish qulaydir. Eksperimental metodlar yordamida har xil ruhiy jarayon, hodisalarning rivojlanishini o'zimiz istagan vaqtimizda takrorlashimiz, unga faol ravishda aralashishimiz, o'zgartirishimiz mumkin. Ilmiy adabiyotlarda tabiiy va laboratoriya eksperimental xillariga ta'rif berilgan. Keyingi vaqtlarda eksperimentni modellashdan keng foydalanilmoqda. Eksperiment u yoki bu psixologik hodisa, vaziyat, sun'iy vaziyatga keltiriladi va shu vaziyatda o'quvchi o'zini tutishi, munosabatlari, javob reaksiyasi kuzatiladi. Diagnostik metodlar, ya'ni ko'rishda nuqson bo'lgan bolalarni biz psixologik hamda pedagogik tekshirishda diagnostik metodlardan foydalanamiz. Diagnostik metodlar shaxs yoki jamoaning ruhiy va shaxsiy xususiyatlarini aniqlashda, miqdoriy va sifat jihatdan aniq tasniflashga imkoniyat yaratganligi uchun psixologiya fanining hamma sohasida keng qo'llanilmoqda. Asosan bular test hisoblanadi. Ya'ni insonning psixologiyasini bilish uchun eng qulay metodlardan va keng tarqalgan metodlardan biri bu test metodidir. Test ingliz tilidan olingan bo'lib, sinov, tajriba degan ma'noni bildiradi. Hozirgi amaliyotda bir necha mingdan oshiq testlar mavjud bo'lib, afsuski ularning ko'p qismi milliy xususiyatlar e'tiborga olinib, o'zbek tiliga hali tarjima qilinmagan. Chet el, asosan G'arb psixologiyasida testlar bilan farqlash keng ommalashgandir. Testlar yordamida bolalarning aqliy rivojlanish darajasi, intellektual koeffitsiyenti, iqtidorlik darajasi, ruhiy holati, shaxs xususiyatlari, o'ziga va boshqalarga bahosi, ya'ni o'ziga baho berishi, o'ziga ishonchi, kasb qiziqishlari, kasbga yaroqliligi test metodi orqali aniqlab olinadi. Keyingi esa zaif ko'ruvchi o'quvchilarni tekshirishda savollarni o'qib berish test natijalariga salbiy ta'sir etmaydimi degan fikr mavjud. Tiflopsixologiyada ilmiy tadqiqot o'tkazish uchun yangi metodlar yaratish, mavjud metodlarni moslashtirish, takomillashtirish va shu kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Har bir nuqsondan kelib chiqqan holda unga mos korreksion ish tizimi yoki yangi metod yaratish u nuqsonni korreksiyalashga yordam beradi. Quyidagilar ko'zi ojiz bolalar, ko'rishda nuqson bo'lgan bolalar hozirgi vaqtda inklyuziv ta'limda yoki maxsus maktab internatlarda o'qishlari mumkin. Quyidagi ko'zi ojiz bolalar maxsus maktab internatiga qabul qilinmaydilar. Imbetsil, idiot darajasida bo'lgan aqli zaif bolalar, organik xususiyatlarga ega, xulqida chuqur buzilishga ega bo'lgan bolalar, ya'ni his-tuyg'ulari buzilgan. Keyingisi harakat tayanch a'zolarining chuqur buzilishi, mustaqil ravishda harakatlana olmaydigan, o'ziga xizmat qila olmaydigan bolalar va oxirgisi ko'r va kar soqov bo'lgan bolalar hatto maxsus maktab internatlariga qabul qilinmaydi. Maxsus maktab internatlariga har bir tuman hududida yashovchi maxsus tiflopedagog bilimga muhtoj o'quvchilar jalb qilinadi. Ko'zi ojizlar uchun maxsus maktab internatiga 0.4 gacha, ya'ni ko'rish o'tkirligi 0.4 gacha o'tkirlik nuriga ega bo'lgan bolalar qabul qilinadi. Keyingisi tuzatish korreksiya. Ko'z nuri 0.05 dan 0.08 bo'lgan, glaukoma, yaqindan ko'rish, xori, retinit, gidroftalm, qorachiqlarda qoplanish, katarakta, ko'z olmasining zararlanishi kasalliklari bilan kasallangan bolalar qabul qilinadilar.
Zaif ko'ruvchi bolalar uchun maxsus maktab internatlariga ko'rish nuri 0,054 dan 4gacha bo'lgan bolalar qabul qilinadi. Bunda kasallikning xuruj qilish shakli turi ham inobatga olinadi. Ko'z nuri 0,2 dan yuqori bo'lgan bolalar umumta'lim maktablarida o'qishlari lozim. Bular agar ularning sal og'irroq turi bo'ladigan bo'lsa, inklyuziv ta'lim, agarda yengilroq turi bo'ladigan bo'lsa, inklyuziv ta'lim emas, oddiy ta'limda o'qishlari mumkin. Bog'cha bo'limiga 3-7 yoshgacha bo'lgan bolalar qabul qilinadi. Maktab-internatning 1-sinfiga bolalar 7 yoshdan qabul qilinadilar. E'tiboringiz uchun rahmat.